Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitay Qançılıq Sanayi Toru'nun 1. ayının 12. gündəki xəbərdə bildirilishicha, Xitay hökumətinin yaqında atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun Altay təbii baylıq idarəsindən egilgan bir xəbərdə köp yiltirish orqali Cungar uymanlığının şərq şimal chetidagi bir rayonda dunyoda az uchraydigan kobalt metal baylığı kan bayqalgan. Çarlash xizmatiga mas'ul Xitoy geologiya va qazilma bayliqni charlash idorasining 4-geologiya cho'ng atratining munosabatli texnikalik xodimlari Altay viloyatining Ko'kto'qay noyasidagi mis oltin kobalt kenining Jungar uymonligining sharq-shimol chetiga joylashganligini bildirgan. Bu kandan dastlabki qadamda 15 xildan ortiq mis oltin kobalt rodisi gavdasi bayqalgan bo'lib, buning ichida 9 oltin rodisi gavdasi va 6 mis oltin va kobalt rodisi bor ekan. Texminchilar tekshirish natijasida 3, 4 va 6 nomerli kan bo'lagining umumiy yakunlangan rodi miqdori 38 million 589 ming tonna. Buning ichida 148 ming 500 tonna mis metal, 11 tonna berikma oltin metal va 7429 tonna berikma kobalt metal bayqalgan. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, kobalt kam uchraydigan magentlik qattiq metal bo'lish sifati bilan yuqori temperaturada yuqori kuchni saqlab qola oladi ekan. Issiqlik va elektrning o'tkazuvchanligi tovan va kuchli elektr magnet kuchiga ega bo'lib, elektr uskunalari, mashina yasash va boshqa sohalarda keng qo'llanilgan. Kobalt rudisi boyligi bir qadar oz tepiladigan metal bo'lib, yangi energiya va boshqa munosabatli kasblarning taraqqiyotiga ergishib, uning bozor ehtiyoji davomli o'rganmoqda ekan. Xitoy texnikalik xodimlarining deyishicha, bu metalning taraqqiyoti va qo'llanish istiqboli intayin yuqori ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.